Ana bu Shotacılıqsi, görüngen bu qarlıqtaq bolsa, Muzat joqsi, tağның oqıti, Aqsu, Onsu nayisi. Mongol Köre nayisideki Shot Sayahet manzara rayoni 7. aydaki tumuz ısıtımı qarlıq tağ göründiğen salqın havası, güzel manzarası bilen bu yılqı sayahatının yarqın nuqtası bolup qaldı. Qandaq barmız demsiz, Mongol Köre nayisidan yolga chiqib 70 kilometr masaq Shot Sayahet rayoniga yetib barmız. İçide arlıq mashinasi bar, biroq men piyoda minishni yaxshi ko'raman. Balki hozirgi sayahatning oltin faslida odam ko'p bo'lishi mumkin. Tayyorlikni atrofli qilishni unutmanglar. Shotacılıqni ko'rishga yerim kun vaqt bo'lsa yetarlik. Shotacılıqsi qadimki Shota yo'lining muhim tuguni, shimoldan janubga o'tishdagi muhim halqa, Tangirtog'ni kesib o'tadigan yana bir yo'l. Tangshenzang nomeli uchun kesib o'tgan Qarliqtog dal mushu Shota qadimiy yo'lni ko'rsatadi. O'rin belgilashni bekitib qo'ydim. Sayohatga oid savollar bo'lsa, har kuni tushdan burunqi bevosita ko'rsatib so'rasanglar bo'ldi. Manzurlar, dunyoning texnik go'zal joylari qiziqsangiz, menga ergashib oling.